Toshko'pir tumani Ko'ktam mahallasida bo'lib o'tgan to'y marosimida harakatlangan Captiva rusumli 90M343 va avtoulovda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchi va yo'lovchilar chaqirilib olib, haydovchilar yo'lovchilari qilgan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hurmatli yo'lovchilar, bu holat bo'yicha yana tushuntirish ishlari olib borildi va fikrlaringiz holat boshqa takrorlanmaymi? Haydovchi yo'lda yurganda, yo'llarda yo'l harakati qoidalarini rioya qilgan holatda transport vositalaridan foydalanish tartib-qoidalaridan amal qilingan. Yaxshimi? Bu holat boshqa takror sodir qilinmasin.